Kitob yokida kino? Siz qaysini tanlaysiz? Garri Potter kitobining har bir qismi millionlab odamlarni o'ziga jalb qilgan. Hattoki birinchi kun sotuvda minglab odamlar navbatda turishgan. Film esa sahnalar, maxsus effektlar bilan xayol dunyosini jonlantirgan. Kitobda esa tafsilot ko'proq, film esa vizual ko'rish imkonini beradi. Jang klubi esa biroz boshqacha ishlaydi. Kitobni hamma ham o'qimagan. Film esa hayratlanarli vizual va kutilmagan voqelik bilan mashhur bo'lgan. Bu esa ko'rsatadiki, ba'zida film kitobdan oldinga o'tadi. Uzuklar hukmdori. Kitobni o'qish albatta ko'proq sarguzashtlar degani. Film esa epik sahnalar va musiqa bilan his-tuyg'uni oshiradi. Film premyera qilinganda ko'plab rekordlarni yangilagan va eng ko'p Oskar yutgan filmlardan biriga aylangan. Shunday qilib, kitob chuqur tafsilot va tasavvur beradi. Film esa hissiyot hamda vizual effektlar. Haqiqiy javobni esa har kim o'zi tanlaydi. Agar siz ham kitob o'qishni sevuvchilar safida bo'lsangiz, iBook'ni sizga tavsiya qilaman. Eng so'nggi bestsellerlar va klassik asarlarni aynan mana shu yerdan topishingiz mumkin. O'zingizga yoqqan asarni oling va kinosini ko'rishdan oldin albatta kitobini o'qib chiqing. Shunda farqni o'zingiz his qilasiz. Kitob yokida kino? Siz qanday fikrdasiz? Mana shunaqangi kontentlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'ling.